Hammaga salom va sizlar bilan men yana o'sha Almaz. Lekin men biroz yo'qolib ketganim uchun uzr. Ayrim muammolarga ko'ra telefonga gaplashib ko'rganim uchun yo'qolib ketdim. Lekin bugun yangi video chiqaraman. Xullas, bugungi videomizda oldingi to'plagan narsalarimizni hammasini qaytarib olamiz. Qani bo'lmasam ketdik. Sizlarga biroz shovqin bo'ladi. Sizlarga biroz shovqin bo'lishi mumkin, lekin uzr. Mana men qishlog'imga kelib oldim. O'tgan safar qilgan narsalarim. Negadir bu safar temir ko'proq. Hamda oldingi qilgan har bir ishimni qilib chiqaman. Agar xohlasanglar videoni oldingi qismini ham ko'rishinglar mumkin. O'tgan safar bu bratga tashlamagandim. Bu safar tashlasammikin? Lekin hardkoredaman. Yo'q. Xato. Va bu yerda daraxt bormi? Daraxt. Mana daraxt. Mana bizga hozirchalik daraxt yetib turadi. Eplaymiz. Umuman nastroyka men qilishni bilmayman-da. Dark simli bola qilishni biladi. Ana shundan ertaga so'rab albatta qildirib olaman. Hozir bitta cho'p yasasam, bitta paqir nomerini yasashim kerak va bitta kirka. Xullas, dark ozroq padisha qilasiz endi jigar. Siz ishimiz bitmayapti. Xullas, oldingi videodagi narsalarimni qilib olaman bu safar ham. O'z kiydi. Oldingi Minecraft'imda bunaqa emas edi. Qaranglar. Lekin baribir ehtiyot bo'laman, chunki o'lib ketishni emas, hardkoredaman. Shuning uchun yaxshi uxlaganim ma'qul. Bu o'ta pastlikni uxlash uchun. Tezroq tunni o'tkazib yuboraylik. Tezroq o'tkazib yuboray tunni. Ana, bo'ldi, uxladik. Baribir bizga yotoq bizga kerak bo'ladi. Spam bo'lish imkoniyatimiz yo'q. Bir marta o'ldikmi, video tugaydi. Va menga juda ko'p daraxt kerak, xuddi o'tgan safargidek. O'tgan qismlarda nima qilganim olasizlar ko'ringlar. Bu videolar ham menimcha yaxshi bo'lgan. Uxlama kunduz. Jinni, kunduz ham uxlaysan. Bitamga eshik yopdingmi? Sen. Volda bu yoqqa kel. Sen men betimga eshik yopyapsan. Bu yoqqa kel. Voy, qo'laman bir. Qani. Yertaman basharangni bu yoqqa kel. Qani. Topib olsam. O'ldirdim. Endi bo'lsa nariyadagi eski o'rmonga boramiz.
Mana men o'rmondaman. Sira daraxt chopishim kerak. Baribir daraxt chopish qiziq emas-ku, sizlarga ko'rsatmay qo'yib qolay. Qancha daraxt chopibman? Endi 29 ta. Daraxt chopish qiziqarli emas. Nima demoqchi edim sizlarga? Ha, iltimos videoni oxirigacha ko'ringlar, chunki menga biroz bo'lsa yordam beringlar endi. Men ham sal kuchayay bu YouTube degan narsada. Hech bo'lmasa like bosib qo'yinglar. Obuna bo'linglar demayapman. Hech bo'lmasa like degan tugmani bosib qo'yinglar. Baribir YouTubedan pul topmayman. Xavotir olmanglar. Menga Alver pul bermaydi. Endi kichik YouTuberga yordam beringlar deyman. Bizlarga ham qarab qo'yinglar. Hujumga. Ma'rusanchi. Usantilish kerak edi menimcha. Tan. Endi bu yerdan Eskimo fermamizni qurishni boshlaymiz. Короче. Videolar xato ketdi. Bu safar ham oxirigacha quraman. Chunki video unchalik ham uzun chiqmaydi. Negadir videolarni uzun ola olmayapman, to'g'risini aytganda. Uzun olsam baribir g'alati olaman-da men. Ana shuning uchun uncha uzun video olib kelmaydi. Lekin shorts qo'ygim ham kelmaydi. Shorts job mashhur bo'lgim ham kelmaydi. Hop. Bu taxt yetmaydi, hozirchalikka qurib turaman. Bu yerni pastni o'tgan safar uyqu olganim sizlarga ko'rsatmoqchi edim, lekin nasib qilmagan ekan, afsus, ko'rsata olmadim. Bu yerni pastini yerto'la qilib bitta mana shu fermantaga uy qurgandim. O'zim video yozyapman, gap beramiz. Xullas, hammasi bir ting bo'ldi. O'zim qildim. Yana 1-2 vlog chiqarib qo'yay, keyin video tugaydi. Keyingi videolar uchun yana mashg'ulotlarimni davom ettiramoqchiman. Sizlar nima deysizlar? Maslahat beraveringlar. Men maslahatlarga qarab ish tutaman. Xohlasanglar hardcore'dan tugatib boshqa qiziqarliroq narsalar qilamiz yoki bo'lmasa hardcore'ni tugatamiz. Bu asli 100 kun yashash emas ishimiz. Men hozir nima qilmoqchi edim? Dragonni o'ldirmoqchi edim. Maqsadimiz o'sha 100 kun yashash emas. Lekin 100 kun ham yashaymiz, chunki dragonni o'ldirguncha 1000 kun ham yashasa kerak. Xullas, keyingi videolargacha frontda bir g'oya chiqib qolasiz. Birinchi men tushay. Bir ikkinchi tushdim. Menga tepa chiqishim kerak. Ha mayli. Video bu joyda tugashini istamayman, shuning uchun ham bu narsa qilsam ekan. Ha mayli. Xullas, bolalar bo'lmasa
Hozir bir soniya. Unda hammaga xayr va ko'rishguncha bolalar. Video shu joyda tugaydi. Agar obuna bo'lmasanglar ham hech bo'lmasa like bosib qo'yinglar. Hech bo'lmasa, obuna bo'lmasanglar ham hech bo'lmasa like bosib qo'yib videodan chiqaylik. Xullas, keyingi videolargacha ko'rishguncha va sizlar bilan men yana Almazbek bo'ldim va qolgan videolarim umid qilamanki bundan ham qiziqarliroq chiqadi. Va men sizlarga yana qiziqarliroq videolar chiqarishga harakat qilaman. Hammaga xayr.